Rasul akram alayhissalotu vassalomdan Jabroil alayhissalom so'radi. Ya Rasululloh, qiyomat akhbirni anis-sa'a, qiyomat haqida xabar bering, qiyomat haqida ayting. Rasul akram alayhissalom so'rovchichalik bilmaydi buni dedilar, qisqa qilib aytganda. Mana shundan sahobalar ba'zi bir taxminni qilishni boshladidan keyin Rasululloh bunday dedilar ekan degan fikr o'tgan albatta. Shuning uchun buni bo'rtirib aytishadi rivoyatlarda. Rasul akram alayhissalom bu savollar javoblarida nima tushuriladi? Demak, payg'ambarlar ham qiyomatning qachon bo'lishini bilmaydi. Rasul akram alayhissalatu vassalom mana bu kuni qiyomat bo'ladi demaganlar. Qiyomat kuni bo'ladi qiyomat deganlar. Lekin juma kuni bo'ladi qiyomat deganlar. Lekin qaysi juma? Aytilmagan. Endi bo'lmasam alomatlarini ayt dedi. Demak, qiyomatning alomatlari bo'lar ekan. Va uni so'rasa bo'lar ekan. Rasul akram alayhissalatu vassalom birinchi nima dedilar? Antalidal amadu robbataha. Cho'ri o'z xo'jasini tug'adi. Bu hadisning mana shu joyini ikki xil izohlagan ulamolarimiz asosan. Birinchisi, cho'ri odatda cho'rilar quldorlik paytidagi holat. Quldorlik davrida shundoq bo'lganki, endi quldorlik hamma jamiyatlarda bo'lgan, islom uni birdan yo'qota olmas edi. Shuning uchun muomalati misl ma'nosida bunga ruxsat bergan, lekin lozim qilmagan. Quldorlik haqida ba'zi bir kishilar islomda quldorlik bo'lgan degan shubhani aytsa, katta kitoblar bor. O'qib olishsin. Endi biz vaqt soat kelsa bir bu mavzuda ham gapirishimiz kerak o'zi. Shu shubhaga qarshi ham, lekin yetarli gap bor. Xullas, cho'rilar bor. Cho'rilar odatda urushda tushgan asiralar bo'ladi. Asira bo'lgandan keyin asir qul bo'ladi, asirasi cho'ri bo'ladi. Ularning o'ziga yarasha haqlari bor, huquqlari bor. Shu bilan birga o'sha cho'rilar o'z sayyidiga halol bo'lgan. Buning ham sabablarini hazratlari tafsirda nihoyatda chiroyli yoritib berganlar. Uning hukmini, sabablari, uning demak omillarini. Agar cho'ri o'zining xo'jasidan farzand ko'rsa, cho'ri ummuvalad bo'lib qoladi. Endi uni sota olmaydi. Endi uni bolasi esa hur bo'ladi. Cho'rining bolasi bo'lib qul bo'lmaydi. U hur bo'ladi. Hur bo'lgandan keyin onasi cho'ri u sayyid bo'lib qoladi. Go'yo. To'g'ri, endi onasini aytaylik, onasiga xo'jayin bo'lmasligi mumkin. Lekin shu narsa borib onasini mensimaydigan bo'lib qolishi mumkin. Qiyomat alomatlaridan biri shuki, onaga teskari bo'lib qoladi, sayyid bo'lib qo'ygan kishi o'lib. Men otam baribir hur, siz cho'ri ekansiz degan ma'noda. Ikkinchisi, bu hadisning ma'nosi u bitta unga xos emas. Bu yerda majoz bor. Ya'ni onalar go'yoki farzandlariga cho'ridaqa bo'lib qoladi. Yo'inki farzandlar onasiga xo'jayindaqa bo'lib qoladi. Bu ota-onaga oq bo'lish ko'payadi degani. Hozirgi kunda dunyoning juda katta qismida shu narsani ko'rasizmi, yo'qmi? Ota-onaga xizmat qilish degan narsa juda kam xalqlarda bo'lyapti. Boshqa ko'p xalqlarda, rivojlangan degan xalqlarda eskilik sarqitiga aylanyapti. Hatto ba'zi bir musulmonman deyotgan kishilarda ham, jamiyatlarda ham havas qilmanglarja. Balandparvoz gap aytsa, juda rivojlansa, u moddiy rivojlanish o'z yo'liga, uning uchun ma'naviyatdan kechish shart emas. Odamlar ma'naviyatdan kechish evaziga moddiyatga erishyapti. Musulmon ulardan farqli ravishda ma'naviyat bilan erishish kerak. To'g'ri, mashaqqatli, lekin qilish kerak. Musulmon shu bilan musulmon bo'ladi. U oldin qilgan buni. Hozirgi kunda juda ko'p mana g'arb davlatlarida ota-ona degan narsa juda chekidagi narsa. Borib nimaga olib kelyapti? Odamlar bola tug'may qo'yapti. Nimaga? Uni tug'adi, boqadi, katta qiladi, katta bo'lib tashlab ketadi. Qariyalar uyga olib borib qo'yadi, yo'inki ming kuyga soladi. Nima qilaman bolani deydi, boshimni og'rib, bosh og'riq qilib deydi. Maza qilib yashab olay deydi.
siz bilan biz farzanddan umid qilib yashashimizning bitta katta omili farzandlar islomda ota-onaga xizmat qilishga buyuriladi. Bu eng katta ibodat, namozdan keyin, Allohga ibodatdan keyingi o'rinda turadi. Qiyomat alomatlaridan biri ota-onaga oq bo'lish ko'payadi. Afsuski hozir musulmon jamiyatlariga ham ta'sir qilgan. G'arb mamlakatlariga qo'shni bo'lgan o'sha madaniyatlardan ta'sirlangan ayrim musulmon davlatlarini men o'zim xabarini bilib o'rganib turaman, eshitib turamiz. Xuddi shu holatga yaqin kelib qo'ygan. Bitta sababi masalan ota-onaga xizmat qilib, ota-onaga xizmat qilmasdan ota-onaga oq bo'lishning bitta sababi mana shu qaynotaga xizmat qilmaslik fikrini ilgari surish. Men sizlarga ochig'ini aytsam, qaynonadan ayri yashashga bo'lgan targ'ib bu vaqt kelib ota-onani ajratib qo'yadi. Farzandlar navbatdan bo'lsa ham qarash kerak. Hammalari uyquli bittadan uyqusi bittadan ikkitadan xonani ota-onaga ajratish kerak, navbatdan qarashsin mayli. Bitta farzandga agar og'irlik qilsa, talashib qilsin iloji bo'lsa. Lekin qaynonani yolg'iz qo'yishga bo'lgan targ'ib bu to'g'ri yechim emas bu. Xizmatkor qo'yib qo'yadi, puli bo'lmasa nima qiladi? Kelin qaynona bilan yashamayman desa, mana shu men aytayotgan ba'zi bir musulmonman deyotgan davlatlarda kelin qaynonani uyiga hech ham tushmaydi. Xotin kelsa, bu yoqqa kelasan deydi. Boshida boradi, kelib ota-onanikiga borib, xotinning oldiga borib yuradi. Lekin vaqt soat kelib, mana hammamiz insonmiz. O'zingiz farzandlaringiz ko'paygandan keyin tashvishda asosiysi qayerga burilib qoladi? Farzandga burilib qoladi. Endi bo'ldi, ota-onadan uzoqlashishni boshlaydi. Shuning uchun ham bizni musulmon madaniyatida asli ota-ona bilan birga turgan farzandlar. Hech qachon ota-onani qariyalar uyiga tashlab qo'ymagan. Qariyalar uyi degan narsa umuman bo'lmagan. Lekin boshqa madaniyatlar ta'sirida musulmonlar mana bu narsaga kelyapti. Lekin shuni bitta richak deymizmi, omillardan bittasi deymizmi, bitta sabablardan biri qaynona kelin o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi. Qaynonalarda ham insof bo'lish kerak, chegarada turish kerak. Kelinlarda ham bir-birlariga yaxshilik bilan xizmat qilish fikri ilg'or bo'lish kerak. Bu yerda haq talash degan gap oila bo'lmaydi. Bu ham bitta zo'r mavzu, inshaalloh unga ham bir to'xtalamiz. Xullas kalom, qiyomatga yaqin dedi Rasululloh akram alayhissalom, mana shunaqa ota-ona bola ota bezor, ona bezorlar ko'payadi degan ma'no. Nega shunaqa? Hadisning davomida qarang. Hadisning davomida aytilyaptiki: "Wa an taral urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan." Qo'y boqar, yalangoyoq, kambag'al odamlar uy qurishda bir-biridan o'zish o'ynaydi. Qiyomatning alomatlari haqida so'raganda yana bitta hadisda keladi. Kim biladi? Rasululloh akram alayhissalom aytganlarki, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon?" deyishgan. Soat qachon deyishgan. Soat deyilishi nima uchun soat? Qiyomatning bitta nomi soat. Vaqt. Ya'ni albatta bo'ladi u. Vaqti belgilangan paytda bo'lgani uchun soat deyilgan. Soatida bo'ladigan voqea bo'lgani uchun soat. Bitta nomi, qiyomatning bir nomi. "Ya Rasululloh, qiyomat soat qachon?" deb so'rashgan. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytganlarki, yolg'onchi rostgo'yga chiqarilib, ishonchli amin yolg'onchiga chiqarilib, ruvaybizalar xalqning, ommaning ishini gapirganda qiyomatni kutaver. Yana bir hadisda aytganlarki, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon?" deganda, ish o'z egasidan boshqasiga topshirilsa, qiyomatni kutaver. Mana shu hadislarning umumiy mazmuni nimani anglatadi? Umumiy mazmuni bitta chiziqda jamlanadi. Hamma narsa teskari ishlaydi degan. Asli baland uy qurish boyning ishi edi. Endi kambag'al ham baland uy quraman deb bir-biri bilan o'zish o'ynaydigan bo'ladi. O'shunga deb qarz oladi, qarzga botadi, birovni otadi, birovni yediradi, kiydiradi, nima qilsa qiladi. Kambag'al. O'zi uy qurishda oldingilar musobaqalashmas edi, lekin bular musobaqalashadigan bo'ladi.
Ikkinchidan o'sha qo'ychivonlar baland uy quradi degani nima degani? Odatda qo'ychivonlik u kasb emas u. Bu degani qiyomatga yaqin espaslarda pul ko'payadi degani. Asli qoida bo'yicha aqlli odamlar puldor bo'lish kerak. Qiyomatga yaqin pulning ko'pi ahmoqlarda bo'ladi. Ya'ni shu holat kengroq bo'ladi. Hamma puldor ahmoq bo'ladi degani emas. Bu degani ahmoq odamlar ham o'sha boyib ketaveradigan bo'lib qoladi. Odatiy qonuniyat buzilyapti, ha? Odatda ota-onaga yaxshilik qilardi inson tabiatan ham. Endi oq bo'ladigan bo'lyapti. O'zini tug'ib katta qilib boqqan ota-onani tashlab ketib, qariyalar uyga tashlab ketaveradigan. Amerikada bitta firma bor. Deb Fozil qora aka rahmatli gapirib bergan. Shunaqa firmalar bor ekan. Yoki boshqa joylarda ham bo'ladi. Ota-onaga xizmat ko'rsatish firmalari. Kim biladi, bormi? Keyin pul to'lab qo'yadi, har haftada 1-2 telefon qilib qo'yadi, bozor chorni qilib beradi. O'g'il jonivorda toqati yo'q, shu telefon qilib nima so'ragani, xabar olgani, ahvol so'ragani vaqti yo'q. Endi bilasiz, ishim ko'p deydi. Bir kishi aytdi, Latviyada dedimi, keyin Litviyada dedimi, elchi bor edi deydi. Bu yerda tanishgan edim, keyin borganimda oldin borganimda ikkita o'g'li bor edi, uyda yurardi, ikkita farzandi bor edi deydi. Keyin borganimda endi u bolalar voyaga yetibdi. Bolalar yaxshimi yuribdimi desam, ha deb qo'yaverdi deydi. Keyin bir so'rasam yig'lab bordi deydi. Men ham bilmayman, qayerda yuribdi. Har zamonda bir telefon qilib qo'yadi, bittasi Angliyada, bittasi Palongo'rda, bittasi Pusango'rda. Lekin sog'onamiz, nima qilamiz endi, bolalar ekanda, ish shu ekanda deb yig'layapti deydi. Ali farzandlarga mehriga to'ymagan, muhtoj va hokazo. O'shuning uchun bechoralar it boqadi keyin. It bilan gaplashib, kunni o'tkazmasa, kun o'tmaydi. It bilan mushukka mehr beradi. Bola undan bevafo, itdan ham battar. Chunki itni boshini silasa kelib, haligi u ham boshini qo'yadi. Bu bolani boshini silab katta qilsa, katta bo'lib xo'jayin bo'ladi. Siz bilmaysiz, men bilaman. Mana shu narsa asli tabiatga va kelayotgan an'anaviy holatga zid. Aslida ish o'z egalarida bo'lish kerak, lekin ish egasi bo'lmagan kishilar ishga ishga ega bo'ladi. Yana aytilyaptiki, Ruvaybizalar ommani gapidan gapiradi. Ruvaybiza kim deganda, tentak, beparosat, ahmoq odam ommani haqida gapiradi. Aslida ommaning ishi haqida ilmli, bilimli, aqli o'tkir odam gapiradi. Gapirish kerak, shuni bilgan odamlar haddini. Qiyomat yaqin nima bo'lar ekan? Hali hamma nohaq ishlar qatorida espaslar ommani gapini, muammosini hal qilmoqchi bo'lar ekan. Mana shu narsalar hammasi nimani anglatyapti? Qiyomatga yaqin hamma ish aksincha bo'lishini anglatyapti. Xo'jayin bo'lishi ham, va hokazo bo'lishi ham. Nega hamma narsa teskarisiga aylanyapti desa, chunki qiyomatda hamma yo'q teskariga aylanadi. Quyosh teskari chiqadi. Quyosh teskari chiqadi, daryo yonadi. Suv yonadimi o'zi hozir? Yonmaydi. Qiyomatda yonadi. Qonuniyatlar teskari ishlaydi. Tog' salobatli ko'ringan tog'lar tushib yuradi. Tar bo'lib qoladi. Nega? Ish endi teskariga ketyapti. Oxir quyosh ham teskari chiqyapti. Nega? Chunki kun g'arbdan chiqqan kun oxirgi kun hisoblanadi. Ba'zi bir olimlar buni ilmiy bir nimasini ham aytishdi-yu, bir tasdig'ini ham. Go'yo aylanib bir narsani, bir shariyni aylantirsangiz, to'xtatsangiz, ozgina orqaga aylanib qo'yadi deydi. Bu shu mexanik qonun ekan, fizik qonun ekan. Xuddi shu qiyomatdan oldin yer bir kun orqaga aylanib qo'yishi bor, to'xtayotganda. Keyin qiyomatdagi yer bu yer bo'lmaydi. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat matwiyatun bi yamin. U qiyomat kunida bu yer yo'q, yumaloq yer bo'lmaydi, tekis yer bo'ladi. Hadisda keladi, tekis bo'ladi. Bu tomondan u tomon ko'rinadigan bo'ladi. Ana o'sha yerga aylanishdan oldin teskari aylanadi. Qiyomatda shu teskari aylangani uchun yer, hamma narsa teskari bo'lishi uchun alomati nima ekan? Hayot teskarilashib boshlar ekan.